Assalomu alaykum. Bugungi biokimyo va molekulyar biologiya fanidan mavzuyimiz uglevodlar almashinuvi. Reja uglevodlar haqida umumiy ma'lumot. Uglevodlar almashinuvi Krebs sikli uglevodga boy bo'lgan meva va sabzavotlar. Uglevodlar ya'ni karbonzorlar organizm uchun asosiy energiya manbai bo'lgan organik birikmalar guruhidir. Ular ko'plab oziq-ovqat mahsulotlarida uchraydi va inson organizmiga energiya berish, hujayra faoliyatini ta'minlash va boshqa biologik jarayonlarda faol ishtirok etadi. Uglevodlar tarkibidagi uglerodlar soniga qarab uglevodlar 3 guruhga bo'linadi. Monosaxaridlar eng oddiy tuzilgan uglevodlar bo'lib, organizm tomonidan to'g'ridan-to'g'ri so'riladi. Masalan, glyukoza, fruktoza, galaktoza. Ikkinchisi disaxaridlar, ikkita monosaxarid molekulasidan tashkil topgan uglevodlar. Masalan, saxaroza, laktoza, maltoza kabilar kiradi. Uchinchi guruh polisaxaridlar, ko'p monosaxarid zanjiridan tashkil topgan murakkab uglevodlar, masalan, kraxmal, glikogen, sellyuloza kabilar kiradi. Mana sellyulozaning umumiy formulasi. Uglevodlar ko'plab oziq-ovqat mahsulotlarida uchraydi. Uglevodlarning ahamiyati energiya manbai. Uglevodlar 1 grammida 4 kilokaloriya energiya beradi. Zaxira energiya sifatida glikogen shaklida jigar va mushaklarda saqlanadi. Markaziy asab tizimi uchun miya va asab hujayralari asosan glyukozadan foydalanadi. Hazm qilishni yaxshilaydi. Tolalar ichak harakatini rag'batlantiradi va ovqat hazm qilish tizimini sog'lom saqlaydi. Uglevodlar manbalari: oddiy uglevodlar meva, shakar, asal, sut. Murakkab uglevodlar non, guruch, makaron, kartoshka, donli mahsulotlar va tolali mahsulotlar, sabzavotlar, yong'oqlar tarkibida uchraydi. Uglevodlar almashinuvi organizmda energiya hosil qilish, saqlash va iste'mol qilish uchun juda muhim jarayon hisoblanadi. Bu jarayon bir necha asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi. Glikoliz, piruvatning oksidlanishi, Krebs sikli va oksidlovchi fosforillanish bosqichlaridan iborat. Birinchisi glikoliz. Glikoliz sitoplazmada amalga oshadi. Bu jarayonda glyukoza 2 piruvat molekulasigacha parchalanadi. Bu bosqichda 2 molekula ATF va 2 molekulada NADF hosil bo'ladi. Jarayon anaerob sharoitda ham amalga oshishi mumkin. Agar kislorod yetarli bo'lmasa, piruvat laktatga, ya'ni sut kislotasiga aylanishi mumkin. Ikkinchisi piruvatning oksidlanishi. Piruvat mitoxondriyaga kirib, asetil koenzim A molekulasiga aylanadi. Har bir piruvat molekulasidan bir molekula NADN va bir molekula karbonat angidrid ajraladi. Krebs sikli. Asetil koenzim A Krebs sikliga kiradi va energiya tashuvchi molekulalar hosil qiladi. Bu jarayon davomida ikkita karbonat angidrid molekulasi ajraladi. Krebs sikli asetil koenzim A oksalositat sitrat bilan birikib sitratni hosil qiladi. Har bir sikl davomida 2 molekula karbonat angidrid ajraladi. Bu jarayon aerob sharoitda sodir bo'ladi. Oksidlovchi fosforillanish NAD va NAD vodorod 2 elektronlarni elektron tashuvchi zanjirga uzatadi. Elektronlar oqimidan hosil bo'lgan proton gradient ATF sinteziga ishlatiladi. Krebs sikli quyidagi jarayonda keltirilgan. Mana Krebs siklining qanday borish sxemasi. Krebs sikli tafsiloti. Krebs sikli mitoxondriyaning matriksida sodir bo'ladi va quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi. Birinchisi sitrat hosil bo'lishi. Asetil koenzim A oksalositrat bilan reaksiyaga kirishib sitrat hosil qiladi. Ikkinchisi izositrikka aylanib sitrat izositrik kislotaga aylantiriladi. Uchinchisi dekarboksilanish, izositrik kislota va alfa keta glutarat oksidlanib karbonat angidrid va NAD vodorod hosil qiladi. To'rtinchisi suksinil koenzim A hosil bo'lishi. Alfa keta glutarat yana karbonat angidrid ajratib suksinil koenzim A ga aylanadi. Suksinat hosil bo'lishi. Beshinchisi suksinil koenzim A GTF yoki ATF hosil qilib suksinatga aylanadi. Oltinchisi fumarat va malat hosil bo'lishi. Suksinat oksidlanib fumaratga, keyin esa malatga aylanadi.
Yettinchisi, oksalositat sitratning qayta tiklanishi. Malat oksidlanib, oksaloz sitat sitratni hosil qiladi. Yana sikl yangidan boshlanadi. Natijada Krebs sikli davomida bir molekula asetil koenzim A quyidagilarni hosil qiladi. 3 molekula NADH, 1 molekula fat vodorod, 1 molekula ATF yoki GTF, 2 molekula karbonat angidrid. Bu mahsulotlar keyingi bosqich oksidlovchi fosforilanish orqali katta miqdorda energiya ishlab chiqarishga ishlatiladi. Krebs siklining, ya'ni uglevodlar almashinuvining umumiy ahamiyati. Uglevodlar almashinuvi organizmni energiya bilan ta'minlaydi. Krebs sikli esa bu energiyani to'liq ajratib olishning markaziy bosqichi hisoblanadi. Krebs sikli nafaqat uglevodlar, balki yog' va oqsillarning parchalanish mahsulotlarini ham qabul qilib, energiya ishlab chiqaradi. Xulosa qilib aytganda, uglevodlar almashinuvi va Krebs sikli organizmda hayotiy jarayonlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan energiyani ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayonlar uzluksiz ishlashi uchun kislorod va muvozanatli ovqatlanish kerak. Krebs siklining umumiy ko'rinishi. Foydalanish uchun manbalar. Ushbu manbalardan foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.